Hozirgi kunda bir xonalı, 2 xonalı, 3 xonalı kvartiralar bo'ladi bu yerda. Hozirgi kunda do'konlar 4 xonalar bor. Futbolning plashadka oladigan o'rnlar o'zi. 3 dona beton zavodi bor. 3 dona beton zavodidan o'zlarimiz ta'minlayapmiz. Plita bo'yicha ham beton bo'yicha ham. Beton o'zi standart bo'yicha bu yerda proyektini 300 berilgan, 350 foydalanamiz. Yangi do'konga bir klient keldi, do'kon olish uchun. Dekabr oyida GMda 1 million arz olib beradi. Hozir 1 million qimmatladi. Kvadratini 1 oyda ichida olib sotgandan 1 million foyda keladi. 100 kvadratida 100 million o'ynatdi. 100 million o'ynadi уже. Men havosim ketdilar kechidan bir kvartira. Toshka zo'r-da. Bir zo'r yangilik bor mijozlovchi. Shu YouTube kanalidan ko'rib keladigan bo'lsangizlar, ish oyini ichida o'zgarmagan bahada kvartirani olib berasizlar. Keyin qimmatli lekin. Skaneratsiya ham bo'ladi. Yuradigan bo'lsak, ochamiz. Ish o'tgan bor ekan buni. Chalim gunda tugashi, qaysi firma qurayotganligi, yana Xorazm Minus Holding 2B darajaga. Bu navda ya'ni o'zi quruvchilar daraja bo'yicha taqsimlanadi. Biz 15 yil davomida 2Bga chiqqanmiz. Ya'ni Xorazmda urug'ini bo'ladi ekan. Ava, eng topoviy 3 quruvchi bo'ladigan bo'lsa, 3-sidan birisini bizga kiramiz, ha. Yonib turganlar bizga yo'l usti, shavat bo'yi, ichan taraf, oralikda, televideniya arkasida va to'rdan domlarimiz bor. Bu klientni tanlaydigan tochkasini qarab, hozir biz etajning puli gap chiqadi. Xohlagan tochkasidan 7, 8, 9-etajlarni boshlang'ich 20 yo 30 million to'lov bilan olib biladi. Oyina 4 yo 5 million yo 6 milliondan to'lab biladi. Yana bir ma'lumot aytib o'tayim. 30% dan ko'p to'laydigan bo'lsa, biz kvadratini yarashtirib beramiz. Kvadratini. Agar naq sanasana. Naq sanasi normalniy yarashadi. Normalniy. Normalniy tushadi baho. 4 million olib bilam. Hali vaqti kelib, hozir ko'rsatchak. Bu obyektimiz Urganch shaharining qaynab turgan tochkalaridan biri bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Javobek Masharipov. Bugun sizlarga Urganch shaharining zo'r mestasidan 10 etajli 19 dona dom tushgan. Ya'ni bu yerda bir xonalar bor, 2 xonalar bor, 3 xonalar bor, pasti do'konli, terrasali variantlar, har xil varianti bor. Tochkaga qaranglar. Bu yon tarafimiz ekstreniy bolnitsani svetoforı. Ishdan to'g'ri ketsa ekstreniy bolnitsa. Bu yon tarafimiz esa shavat kanali. Xivadan kelaverish, Xankadan kelaverish, Qo'shko'pirdan kelaverish, xullas tushundingizlar. Bu yon tarafimiz esa Qirg'izyap taraf, Man servis, Ustex, Racenter tarafdan kelaverish. Endi qaranglar. Agarda bizani videolarni aytib, yana videoni ko'rdim, Javobekning videosini ko'rdim. Nechta variant topadigan bo'lsangizlar, hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Zo'r variant bo'ladi. 10 dona kvartirani zo'r narxlarda qo'yiladi. Do'stlar, bu obyektga qaranglar. Bahaybat, uzoq o'yinaga ketgan boku. Ko'rib turgan bu yerlaringiz esa parkovkalar bo'ladi. Endi do'kon olgandan keyin, joy olgandan keyin baribir masalan parkovka kerak-ku. Orqa taraflaringizda parkovka bo'ladi, do'konni oldi taraf ham xudo xolasa. Sanatbek, assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Charchaming? Yaxshi, shukr. Voha Resident. Bu yerda hozir qurilish 19 dona dom rostmi? 19 dona. Ya undan kammi? Yo'q, undan kam emas. To'shni 19 dona dom, menga yaqin kvartira. Uni yangi yilda yurtdoshlarimiz qatnov vaqtida ko'psini xarid qildilar. Gasalar ofisimizda qaysi sotilgan, qaysi sotilmagan, qaysi o'rnatilgan hammasini ochiqdan ochiq ko'rib biladilar. Yana qurilish, ofisimiz qurilishda oldinda joylashgan. Ofisga har bir klientni qurilish olib chiqib ko'rsatamiz. Qurilish nechta ketibdi? Yana bizning texnikalarimiz, ustalarimiz hammasini ochiqdan ochiq hozir dapam chiqib ko'ramiz. Ko'rsatamiz, avval. Hozir bularni ofisine keladigan bo'lsangizlar, ya maket dedi-ku. Maketdan dum zamonaviy ravishda ishlangan, nerdan kvartira oljaklaringizdan ko'rsatib beradilar va monitorda 3D variant ham ko'rsatib beriladi. Masalan, bu yerdan girdingiz, bu yeringiz monitoringiz bo'ladi, bu yeringiz zalingiz bo'ladi, bu yeringiz yana masalan oshxonangiz bo'ladi. Shu narsalarni ham cho'tkatib ishlab turar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizim ham havosim ketdilar kechidan bir kvartira. Tochka zo'r-da. Masalan, kvartirani olgandan keyin lift dedingizlar, lift bo'ladi. Bir emas, 2 liftli variantlar ham bor. Keyin do'kon deysizlarmi, pastingizda do'kon bor. Bellarda fitness ham bo'ladi. Restoranlar, kafe, maktab, bog'cha, hamma narsa sharoitlar yaratilgan. Sport zallar, sport majmualari, umumiy O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz har bir viloyatlarda shaharcha qurishni rejasini kiritgan edi. Yangi O'zbekiston loyihalarida. Ya'ni bu yerda Xorazmda esa shu ekstreniy Bansayanda Yangi O'zbekiston loyihasi yer ajratilgan. Bizda shu yerda 19 dona domni qurishini boshlaganmiz. Yana
6 oy bo'lmagan burun ko'rib turganlar katlavandan ta 4-5 etaja chiqqanlar ham bor. İçan tarafta televideniye arkasındakiler 6-7 etaja çıkan ya. Onu ham gösterib o'tamiz. Agarda o'sha bir doma aytganda ham aytdingizlar-ku, agar o'shani betonni bir doma уже kutalib bitar edi-da. 19 doma ketgan materialni shu 6 oyda bir doma sutganimizda ham tayyor bo'lar edi. Bir hozir shunda 10 etaj bo'ladi, to'g'rimi? 10 etaj bo'ladi. Birinchi, ikkinchi etaj dükkon bo'ladi. Birinchi, ikkinchi etaj. Podval esa podval shu dükkon chaladi uni. Ha. Demak, dükkon olaman deydiganlar uchun podvalni olasizlar. Birinchi etaj, ikkinchi etaj. Olib turib arenda bersangizlar ham bo'laveradi. Zo'r. Kvadrati 13 milliondanmi chiqadi? Kvadrati 13 dan bor. Hozirgi kunda. Bitgandan keyin ham qimmat. Yengilda elde undan arzon edi, hozir qimmatladi. Lekin bir zo'r yangilik bor mijozlar uchun. Şu YouTube kanaldan ko'rib keladigan bo'lsangizlar, ish oyini ichida o'zgarmagan bahada kvartirani olib bilasizlar. Keyin qimmatladi lekin kvartira kvadrat narxlari. Endi etaj bitgan sarin уже finishga yaqinlashib o'tirgan sarin narx ko'tariladi. Hamma shunday bir narx ham ko'tariladi, kvadrat ham zo'r. Endi qaranglar do'stlar, bizlar aytgandek profilni aytib keladigan bo'lsa, shu video boshida tushuntirib o'tgandan keyin ana ichariga kiramiz, videoni o'tirib bermagina, obyektdan ko'rsatamiz. Bizani profilni aytib keladigan bo'lsa, Javlonbekning videosini ko'rdim, Tez Drive uz kanalini ko'rib keldim deydigan bo'lsa, 10 dana kvartirani boshlang'ich 20 yo 30 million bilan olib biladilar. Lekin 10 dana. Javlonbekni aytib keladigan bo'lsangizlar. Uni ham video davomida tushuntirib o'tib ketamiz. Asa ketdik. Yana do'stlar, bizlar hozir 4-etajning ichindamiz. Bunga qaranglar. Shovat kanali, ko'pir, ana unda krug, mashal yo'li, manzara zo'r. Sanatbek. Bilishim bo'yicha bu yana ko'rib turamiz, monolit oladi. Dakanza, to'g'rimi? 10-etajgacha. Monolitdan. Qolganlari Kolonna plita. Kolonna plita, ha? Ava. Gap yo'q. Dükkönlarda monolit bo'ladi. Hamma dükkon bodom, hammasi monolit. Shu 10-etajmi? Yo'q, qarang, masalan, ha. Dükkonni elde monolit sotib beriladi. Arga plita bo'lgan taqdirda. Ha, bundan keyin o'sha plita bosib ketadi. Bu podizimiz seri monolit bo'lib ketadi. Monolit samma plita samma. Ya'ni klient keladi, falon tochkasidan, falon etajdan variantlarni ko'rib, domni o'zini qilib turgan nisbatini ko'rib xarid etaveradi. Tushunali. Hozir bu yerda beton necha marka ishlatildi? 350 marka. O'zlarimizning beton zavodidan. Shu 15 yil davomida tajribamiz ham 15 yil bo'ldi qurilishga kirganda 3 dona beton zavodi bor. 3 dona beton zavodidan o'zlarimiz ta'minlatdik. Plita bo'yicha ham, beton bo'yicha ham. Beton o'zi standart bo'yicha bu yerda proyektini 300 berilgan, 350 foydalanib turibdi. Ha, 300 dan 300 berilgan, lekin sizda 350 turibdi. O'zimiz beton zavodi bo'lganligi uchun. Sanatbek, bu qurilish qachon boshlandi shu holatga yani? Bu arkasi har xil. Asosan biz 4-etajdamizku, to'g'rimi? 4-etajda bor. Qachon boshlandi bu qurilish? Asosan bu yo'l ustimiz oktyabr oyida boshlandi. Orqalar yozda boshlanadi. Yuqoriga tiklangan 6-etaj bor, 4da. Keyin bu oralikda bor. Bular hammasi oktyabr oyida boshlangan, 5 oyda ishga keldi. Video davomida ofisga kiramizda maketini ko'rsatamiz. Hozir biz sizlarga qurilish jarayonini ko'rsatdik-da. Oktyabrda qurilish qatlavasi boshlangan bo'lsa, bugun yanvarning 16-sinacha ishning holatiga keldi. Hadamin o'zi qachon bitadi? O'zi plan bo'yicha 27 dan oxirida qo'yamiz, lekin qurilish tezligi shundan keladigan bo'lsa, undan yardım topshiradi albatta. Xudo xolasa. Endi havoning o'zgarishi bor, boshqa bor. Shunga orada raznica qo'yib 27 dan oxiridan sentyabrda topshiramiz. Kuzini. 27 sentyabr. Ava. Xudo xolasa. Domni o'zini ko'rsatadigan bo'lsam, mana TVdan arkasida 6-etajda, 7-etajda bor. Qarab o'tirman. Ava. Sizlarga videoda yaqinlashtirib ko'rsatadigan bo'lsam. Oraliq desalar, oralikda tinchgina eda boyna. Mana bu 3-etajmi? Ava. Ikkinchi etajga u podval. Podval hisoblanadi 2 etaj o'rtada. To'rda dum tinchlik kerak, ma tixari o'zi hazat kirib chiqaman desalar, ana 6-etajga kelib turgan dom bor. To'rda. Bular aldirak boshlangan, 3-4 oy oldin boshlangan, 6-7-etajga kelib turgani bor. Ya'ni bizada ertaroq bitsin deydigan variantdan bodomlar yo ko'proq bo'lib berisha kerak menga. Endi boshlanib turganlarim bo'ladi desa, yana birinchi etajda bo'lib turganlarim bor. Maktabda oldinda ana. Ko'rganingiz, har xil variant bor. Maktab ham, bog'cha, xususiy klinika, keyin restoran uchun joylar, keyin
dam olish zonalari kichkina shovot bo'yina qaragan, shuni tashkillashtiriladi. Sport immuniy zallar tashkillashtirib beradi. Gazon, bolalar maydonchasi. Hamma narsa bo'ladi bu yerda. Mini shaharcha oladi, kichkina shahar. Do'stlar, bu yerda o'zingiz joyga ko'radigan bo'lsangiz, gigantskiy proyekt turibdi, zo'r. Hadamin bitadi qoladi. Agar endi mashina yozilib, bu iPhone shamsharda emas, yozilsa, keyin 2-3 oy deysa, zararni 30-40 million zararni satgandan mulk hech qachon bahosi tushmaydi. Olib turib, hozirgi kunda qatlovoychining qurilish jarayonini arzon olib turib, ertaga sataman deydigan bo'lsangiz, masalan, kvadratini zakoniy pul ishlasangiz ham bo'laveradi. Yashayman deydigan bo'lsangiz ham zakoniy pul oladi. Bayon taraflaringiz urdu, arenda beraman deydigan bo'lsangiz ham. Oddiy bir misol uchun aytaman sizga. Yangi do'konga bir klient keldi, do'kon olish uchun. To'g'ri. Dekabr oyida GNda 1 million arz olib beradi. Hozir 1 million qimmatladi. Hozircha bo'ldi shunda? Hozir 12 edi, 13 bo'ldi. 1 million. Ya'ni kvadratini 1 oyda ichida olib sotgandan 1 million foyda keladi. 100 kvadratida 100 million o'ynatdi. 100 million o'ynadi уже. Vaqtini o'zbek etasizlar. Asa, biz sizlar obyektni ko'rsatdik. Bu yon tarafda qurilish gigantskiy. Ana endi biz hozir ofisga kiramizdan sari maketini ko'rsatamiz. Nedan joy olishlaringizdan o'sha narsalarni hamma narsalarni o'tidi. Hujjatlarni ko'rsatamiz. Havo, eng asosiy hujjat. Hozir hujjat guvohlikni o'ynaydi. Gitgasa do'stlar, like, payt, kommentariya bosib tashlaverasizlar. Do'stlar, bizda hozir sotuv bo'limi ofisindamiz. Ko'rib turganlaringizni maket. Hozir video boshida ko'chada ko'rsatdik-ku, qurilish jarayoni. Aynan yana ishimning ko'rinishda bo'ladi, xudo xohlasa. To'g'ri bo'ladi, maket. Yana pastari do'kon, keyin уже getdi. Eng tepadagi etaj 10-etaj terrasa bo'ladi. 3-etajdan ba terrasa. Do'kon ham terrasa bo'ladi, do'konlar tepasi. Ha. I tepadan bo'ladi. Tepadan 10-etajda. Usti beklanib, shashlik pishirmagan tepa zo'r bo'ladi ekanlar. Zo'r bo'ladi. Shaharni azatib ko'rib, mebellarni taxlab, mangal qo'yib, mebel qo'ysa zo'r. Endi hozir birinchi bera keldik-ku, dokument temasi bo'yicha ketadigan bo'lsak, dokumentlarni bir ko'rsatib beraylik. Hujjatlarni azan ko'rsatadigan bo'lsak ham, bu shartnomamiz, ya'ni shu yerda biza davlatdan yerni ijara olib turib qurilish aytishimizga ruxsat berilgan shartnoma. Davlat bilan quruvchi o'rtasidagi shartnoma. Yerda qurilishga ruxsat berilganlik. Bo'ldi, ruxsat. Unda yer auksionda utib olinganlik. Ya'ni o'sha yerda qurilish aytish uchun yerni utib olish kerak boshida davlatdan auksionda. Shu haqidagi bayonnoma, necha so'm o'tildi, qaysi firmani, u nechalik ob'yomdagi hammasi yana shu Xorazm Invest Holding. Ava, firmaning nomi Xorazm Invest Holding. Ava. Bu Mayg'orda o'tgan ekan bu. Ava. Bu QR-kodni skaner etadigan bo'lsa nima chiqadi? Gullar yana buni siz elektronikasini tashlab beraman, ekrandan qo'yib o'tamiz. Bu yerda skaner etsak ham bo'ladi. Yuradigan bo'lsak, ochamiz. Qachon boshlangani bo'ladi? Ava. Ish o'tgan bor ekan buni. Chalim gunda tugashi, qaysi firma qurayotirganligi, yana qaysi firma, yana Xorazm Invest Holding. Bir narsani aytib o'tayina, Xorazm Invest Holding 2B darajaga. Bu novda ya'ni o'zi quruvchilar daraja bo'yicha taqsimlanadi. Biz 15 yil davomida 2Bga chiqqanmiz. Ya'ni Xorazmda urug'ini bo'ladi ekan. Ava, eng to'pli 3 quruvchi bo'ladigan bo'lsa, 3-sidan birsini bizga kiramiz, ha. Arg'lan aytib bilmayman, endi biz 3-sidan birsini kiramiz. Ava. O'zi bu qurilish kompaniya Xorazmda necha dona bir obyektni bitirgan? Endi qurg'on desam ham bo'laveradi. O'zi 15 yil bo'ldi. Bizning qurilish aytib boshlaganimizda Xonkada, Qo'shko'pirda, Xonkani yerida Xonkada Yangi O'zbekiston massivida, Xonkada. Bu yerda 3 podez tiklangan. Keyin eng birinchi boshdan eng birinchi 5 blokni birinchi blok aytilgan. Bozor. O'zlarimiz bozori bor. 5 blokni birinchi blok. Keyin Esimbu ko'chada. Bu yerdan bor. Esimbu ko'cha Mashal ko'pirdan aylanib tushib, Esimbu ko'chaga kirganingizdan keyin u chap qo'ldagi dom. Hava. O'sha. Keyin Yangarik yo'lda. Bu baqcha diklanib turibdi-ku. Ava. Quvonch. Ava. Va o'zlarimizga shu baqchaning yonidagi dom. Keyin Cityda 7 dom, Qo'shko'pirda Mibti ham boshida. Keyin ava. Xorazmda biroz dom bitiribsizlar-ku. 15 yil ichida ya 3 dona eng to'pli quruvchi bo'lsa, shu 3sidan birsini girishga ulgurdik. Shu yillar davomida davlat eng yaxshi quruvchilar sifatida bizani topib turib, davlat obyektlarini ham topshirgan. Ya'ni banisalarni qurishni, rekonstruksiyasi, maktablar, hokimiyatlar. Zo'r, gap yo'q. Endi ishonchli bo'lgandan keyin, masalan, sifat yaxshi bo'ladi, davlatimiz sifatni ko'rib turib, shunday degani boskanslar, to'g'rimi? Hozirgi kunda 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar bo'ladi bu yerda. Hozirgi kunda do'konlar 4 xonali ham bor. 4 xonali ham bor. Futbolning plashatka bo'lgan o'zi.
Dükanlar ham sotuvda. Dükanlar Dükanlar hozirgi kunda, bugun 16-yanvar kuni syomkada tutib 13 million so'mdan. Tushunarli. Kvartiraning kvadrati eng narsa so'mdan. Etajga qarab baho chiqadi. Etajga qarab baho chiqadi. 6-7 million aralığında bo'ladi. Eng dafada 10-etajda. Masalan, ish terrasani 10-etaj 6,5 milliondan adi qimmatlangan bahası. Qağalları pes etaj 7 milyondan başlansa, endi bu tochkaga qarab. Toshning shunday pes 7 millionda baytib bo'lmaydi. Sababi, yana keling hali ko'rsatadigan bo'lsam, yan turganimiz yan turganlar bizning yo'l usti, shavat bo'yi, içan taraf, aralıkta, televizyonun arkasında ve türden domlarımız var. Bu klienti televizyon toçkesine qarab hozir bize etajlarning puli gap chiqadi. Monolit dedik, yine ish o'xshaydi monolit. Monolit ishi dom, uqulu. Keyin bu maktabda ekan monolit bo'ladi. Endi Shavot kanali, ha? Bunda Shavot kanali, bu yo'l bu. Bu yo'l bo'ladi. Bu yerdan yo'l chiqadi ekan. Ish qaralar asfalt sentralniy. Endi bu yana maktab bo'ladi. Maktabda ham domimiz bor. Bunda bog'cha ham domimiz bor. Eng yaxshi tochkalar. Shavot bo'yini olaman deyarlar, ina. Yo'l ustidan olaman deyarlar, ina. Bu televideniyami? Bu televideniya bu. Endi Xorazm nasi? Komiljon Atanazov muzeyi. Ina do'stlar. Har xil tochkada bor. Futbolning plashatka, tennis plashatka, hamma narsa bor ekan. Bundan bor. O'quv markazi. Dam olishimni shiferlar o'tiradigan dam olishlar, gazon maktab. Bu maktabmi? Ha, bu maktab, bu bog'cha, endi bu xususiy klinika uchun joy, endi bu restoran, kafelar uchun joy ajrataman. Tushunarli. 6 million so'mdan buni olib biladi hozir. Oldindan yo'q, 6,5 dan kvadrat. 6,5 dan. Ha. Endi eng qiziqli joyi bizning profilni aytdik-ku. Shunda 8-etajdan beramizmi? Nedan berilamiz mesela? Sizni to'shni aytib keladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot beramiz. Eshitadigan bo'lsangiz. 7, ba'zi ekstreniya qarab tutdi bu. Xalaqan tochkasida 7, 8, 9-etajani boshlang'ich 20 yo 30 million to'lov bilan olib biladi. Oyina 4 ya 5 million yo 6 milliondan to'lab biladi. Xo'p, shu gücüm yig'nab sizlarga beradi ekanda. To'sh sizda yig'nab berasiz ekanda, to'g'rimi? Masalan, bu yana rasxod etib, belga ketadi-ku. Yana bir narsani aytincha ularga, qurilish zo'r ketibdi, yurib chiqdik. Az chiqdik. 5 oyda 4-etajga chiqqan yillar ham bor. Yurdik so'zingiz. Nechalim yuqoriga diklansa, oy kamayib boradi. Ya'ni foizsiz bo'lib to'lash oyi kamayib boradi. Yangi yilda oldin bizada 30-36 oy boradi. Yana yanvar oyidan 24 oy tushirildi. Ya'ni 24 oy foizsiz bo'lib to'lash olib biladi. Agar yana cho'zilaversa, kecha qaytib uy olish qarorini cho'zaversalar, oy qisqarib boradi. Uy olishga qiynaladidan keyin. Tushunarli. Maket bilan yana bir tanishtirib beradigan bo'lsak, ko'rsatib bu televideniya arkasi. Bunda 2 lift bo'ladi. Passajirskiy lift ham yuk uchun lift, 2 liftli. Birisi katta 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarib biladi. Ya'ni bedang'allar remont etchakda qiynalmaydi. Bemalol mebelini, sementlarni, shpaklovka hammasini yuklab chiqaraveradilar. Balkoni yonam qaragan ekan, ha? Beda. Ava. Eng zo'r yerini aytaman. Bu domda skvoznoy variantlar ham bor. Ko'pchilik hozir Novostroykadan domajakda skvoznoy variant so'raydilar. Ya'ni hozir domlar kvadrat kichik ketgan-ku, bir tarafini ko'rib biladi. Bunda esa shuni seli. Bu ham chiqib biladi. Ham balkon, ham skvoznoy. Bu ham oynaga chiqib qo'ysa, shamol urib turaveradi. Bir terrasa plus. Ava. Bagana, domni yon boshida ulu panoramli oyna xilisi ham bor ekan. To'g'ri, bu yerda kuxnya qo'yadigan bo'lsangizlar, bemalol beni aynalı shisha. Bir açık terasa bo'ladi. Choy ichib, manzaraga qarab. Yo'q, bir açık bo'ladi aslında. Ha, bu ayna qo'yib qo'ymaydi. Yo'q, qo'yib bo'ladi. Achchaqim ochiq etib beriladi. Xolasa terrasalar etib foydalansanglar. Xolasa bu yerdan oyna etadi, cho'tki manzara bo'ladi. Shuni aytaman. Zo'r. Oyna etsam bo'ladi xolasa. Sizlar hozir joy ko'rdi, ma'qul olayotir. Nechta dokument berasizlar? Shartnoma aytiladi, ikki tomonlama shartnoma. Shartnoma huquqiy tarzda o'zimiz yuristimiz va professional o'zlarimiz tuzib chiqqan. Bu yuristimiz shu qurilish почти 0 dan boshlagandan beri biza bilan birga yotib o'sib. Shundan beri shartnomalarni takomillashtirib, kamchiliklarni to'ldirib, hammasini zo'rat tuzib qo'ydi o'zlari. Kelsalar yuristni o'zi tushuntiradi bizada. Shartnoma ponni danishtirib chiqadi. Joyini maketda ko'rsatamiz, 3D variantini ham ko'rsatamiz, planlarni ham ko'rsatamiz. Ana undan keyin ma'qul bo'lsa, xarid etadi bemalol. Zo'r yeri ena. Xolasa Shavot bo'yinini oladigan bo'lsa ham do'konning usti terrasa etiladi.
3-chi etajdansa terrasali joy olib beradilar. Endi hozir eng qiziqli joyi. Bu yerda gaz bo'lmaydi, to'g'rimi? Gaz bo'lmaydi ava. Sentralniy kotelni bo'ladi. Sentralniy ava. Shu shotchik bo'yicha navdatib Kvadratini qarab to'laydi ava. Endi plita masalasi bo'ladigan bo'lsa, u elektrichka bo'ladi. Endi bilsangiz, 1 yil bo'la keldi pashtunga gazga ruxsat bermaydi novstroykalari. Ya'ni bundan keyin quriladigan domlar ham gaz bo'lmaydi. Tushunarli. Kanalizatsiya sentralniy bo'ladi. Sentralniy bilan gaz suv ichana giradi, svet ichana giradi, suv ichana giradi, suvoqda turadi, ichib bo'ladi. Elektromontaj ishlari bo'lmaydi, to'g'rimi? Chorniy suv qatib beriladi, yo'q. Endi yana bir qiziqli bir ma'lumot aytay, hali tasdiqlanmagan u. Bu O'zbekiston massivini gaz berish ehtimoli bor degan gap o'tibdi, hali yurib chiqilibdi. Bo'lib qolishi ham mumkin. Bo'lib qolishi ham mumkin ama. Hozir sizlarga do'stlar aksiyaga tushgan kvartiralarni kvadrati bilan necha so'mga tushishini aytib o'tib ketadigan bo'lsa. Ko'rsatib o'tamiz ava. Ava. Xo'sh, o'zi biz maxsus dastur ishlatamiz kvartiralarni, ya'ni 1000 ga yaqin kvartiradan adashib ketmaslik uchun. Bir kvartira 2 odamga sotilmaydi. Sotilmaslik uchun ava. Maxsus uchun dastur ishlatamiz, ya'ni klient kelsa vizualni ham ko'rsatib bilamiz, yana. Sizni umumiy shaharchada ishida dom ajaq bo'lsangiz, yo'l ustida. Shunday bo'ladi fasad, nechanchi etaj kerak masalan. 6 ga giraman. 6-etaj kerak desa shuni. Podyezdni umumiy ko'rinishi. Qaysi sotilgan, band qilingan, ya'ni bronatilgan bo'shdan ham ko'rib biladi. Bronatish 5 kun amal etadi. 5 kun ichida masalan klient keladi-ku, dum yoqadi. O'sha sotilib ketmaslik uchun bronat ketadi. Uyindagilar bilan maslahatlashib kelaman. Necha kun turadi dedingiz? 5 kun. 5 kun. 5 kundan keyin bronat o'tkaz bo'lib ketadi. Kelib xarid etmasa. 5 kundan so'ng bron amal etadi. Ya'ni shu podyezdda, shu etajda qaysi sotilgan, qaysi sotilmaganini ochiqchasini ko'rsatamiz bizlar klientga. Endi biz aksiyaga tushgan kvartiralarni o'tadigan bo'lsak, ina o'taman shaxmatga. Xo'sh. Zamon programma. O'zi adashib ketmaslik uchun ham o'zlarimiz klientni ustoviyasi uchun. Ina shular sotilgan. Masalan, men 7-etaj kerak desa, yana 74 u 41 ikki xonali aksiyadagi. Yana umumiy ko'rinishi uyni endi to'lovlari bitadigan bo'lsak, eng qiziqli klientlar qiziqadigan yeri. Masalan, men hozir 30 million berdim. Ina qarang. Bu kvadrat o'zi boshlang'ich qarang. 30% boshdan to'lashi kerak. Biza shuni yana 30% 140 million bo'lib turibdi. Ava. Biza shuni klientlarga boshlang'ich 20 million, 30 million to'laydi aytib turibdi. Noldan ketadi. Hozir 7-etajmi bu? Bu az aytaman. Ava 7-etaj. 7-etaj. Kvadratini necha so'mdan kiritibmiz? Az. Kvadrati 6 million 300 dan. 6 million 300 dan 7-etajni kiritibmiz. Общий summa shunda? Общий summa 468 million 783 ming bo'lib turibdi. Ava. Aha. Endi hisoblaymiz. Endi shuni 30%ni o'zi bizada 30% minimal to'lov. Minimalni. Lekin sizni klientlaringiz esa boshlang'ich 140 million to'lash kerak bo'lgan xonadonni eldindan 20 yo 30 million to'lash ustoviyasi bilan berajak. 468 chish ming axir, to'g'rimi? Yo'q, shu summa bo'ladi. O'zgarmaydi. Masalan, hozir baringlar 68 million berdi masalan. 30 emas, ko'proq berajakman. Ya baringlar 30 ni kiradigan bo'lsak, 438 million pul qoladi. 30 ni berganingiz. 438 ni shu bitincha bo'lib to'layveradi. Endi bir narsa qarang. Masalan, boshlang'ich to'lov 30% bo'lsa, hozir 24 oy berilib turibdi. Oyna, yana qolgan pulni 13 million 672 dan tushib turibdi. Buni ko'pchilik to'lamaydi. To'g'rimi? Qiynaladi axir. Rossiyada ishlab yurganlar ham oyna 1000 dollar topsa, 1000 dollarning hammasini to'lab bilmaydi-ku, uyni ro'zg'orlik etadi, boshqa etadi. Biz shuni yana yengillik aytibmiz. Boshlang'ich 20-30 million to'lasa, xo'p, oyna 4 yo 5 milliondan to'laydi. Tushunarli. Endi qolgani notarius adini o'tirajak vaqtda yo расчётлashadi, xolasa birlamchi kredit etadi. Ya'ni bu nechik taraflama zo'r. Masalan, boshidan ham arzon oladi. Ikkinchidan ma'lum bir qismini bo'lib to'laydi. Uchinchidan joy bitganda ozgina summa qoladi, masalan 70-80 million qoladi. Birlamchi kreditda kam summa chiqarib oladi. Ba'zi 24 oymi? Bu 24 oy, 2 yil. Ko'pchilik hozir ko'rib tursiz, kvartirani borib turib 100% pulini kreditga chiqarib olibdi. Ko'pa tushib ketdi. Masalan, 400 millionni kredit etganida, oxirida bir qolib 70-80 millionni kredit etganida, misol uchun to'lab bilmasa. Zo'r gap. Endi men o'zimiz dehqonchasini tushuntiradigan bo'lsam, qani do'stlar, 468 million so'm kvartirani narxi. Umumiy narx.
60 kvadrat 74 u 41. 74 3 kanalı mı? Yo'q, 2 kanal. 2 kanalı. Ava. Xullas 468'den 30'dan 60 ise 438 milyon so'm pul qoladi. Ava. 438 milyon so'mdan 24 oy, har oy 5 milyondan to'lab boradi. To'lab 24 boradi, oy. Endi sizda Hisoblab ko'rsatsan bo'ladi. Ava. 5 milyonni ko'paytiramiz 12, yani 24 da. 24 ta. 120 milyon oladi. Endi 438 dan 438'dan minus atamiz 120 milyonni 318 milyon pul qoladi. Ava. 318 ni keyin kelib turib, arenda Xolasa, xolasa gücüm tashlasham bo'ladi. Ava. Xolasangiz 10 million o'tiringlar. Xolasangiz 5 million, 7 million, 8 million necha so'm o'tiradigan bo'lsa hammasi spiskada bo'ladi. Ava, spiskada bo'ladi. Ya'ni biz shartnomadan ham joyni, nechik ko'rinishini, nechik planировкада joy olishini ham chiqarib beramiz, ham grafikini ham chiqarib beramiz. Kompressini ko'rsatib Shartnoma o'zida bo'ladi. Shartnomani nima uni? Ava. Yo'q, ishi planirovkasini birsini. Ha, bo'ldi. Chiqarib bering. Mana Mana televizor planirovkasi umumiy. giraverish qo'ysam da. Yana bunda giraverish, to'rtta sanuzel, bunda yotoqxona, bunda mehmonxona, bunda oshxona. Oshxonasi. Bunda balkona. Balkona nadan ham chiqib biladi. Mehmonxonadan ham, yotoqxonadan ham edi. Planirovka zo'r ekan. Qaranglar do'stlar, glavniy eshikdan kirganlaringizni bu yoqda sanuzeli, oshxonasi bu yoqda. Uzoqlikni qaranglar. Zakorniy. Ko'p odam yaqin bo'lsa, eng balkonning uzoqligini qaranglar. 2 oyna bor ekan, undan girib, bundan girib ketadi ekan, chiqib yuraveradi ekan. İkisini ham kirib chiqib biladi. Qo'lni oynani o'zingiz qisib berasizlar. Bu nalarni? Ava, tashqi eshik qaplab qo'yiladi, ava. O'zini remont etaver ekan bu uyni. Bizlar Endi eng kvadrati kichkina. Eng kichkinasi. eng kichkisi hozir Eng ko'rsataman. kichkina bir xonali bormi? Bir xonali bor, ava. Bir xonali. Hozir ko'pchilik sotib bo'lingan lekin, masalan 48 yillikni ko'rsataman. 8 kvadratmi bu? Ava. Tushunarli. Ina giraverish, Glavniy ish. bunda chap qo'lda sanuzel, Xo'p. do'rida ina yotoqxona, hamda mehmonxona rasmi debdi. Bunda oshxona ina. Oshxonasi. Yan balkonmi? Ava, balkona. Balkonga balkon chiqadi bor ekan. oshxonada. Bu necha so'mdan kvadrati? 7-etaj Bu mi? 9-etaj bu. 9-etaj. Yo'l usti. 6 million Yana aynan. ekstreniga qaragan. Ava, ekstrenaka. 6 milliondan turibdi. Bir narsani aytib o'ting. Bu o'tgan yilgi baho hali o'zgarmay turgan. O'zgarmadi. Ava. Yanvardan o'tadigan bo'lsa o'zgartirish mumkin. O'zgartiramiz yanvardan degan qaror bor edi, hozircha o'zgartirmaydi. Necha kvadrat edi? Kvadrati 4851. 48 Endi umumiy puli 291 million. 291 dan 30 million to'laganda 261 bo'ladi. 261 ni har oy Yo'q, bir xonali berilmaydi. Faqat ham 2 xonali. 2 xonali hisob. 7, 8, 9. Faqat 2 xonali beriladi. 10 dona ya'ni. Agarda buni bir 30% ni to'lasa, 24 oy bo'lib to'lari hisob bo'ladi. 30% bo'lsa, ava. Ana 87 million to'laydi. 87 to'laydi, chastatga qoladi. Az oyni chiqarib beraman. 24 million bo'ladigan bo'lsa, oyna 8 million 400 dan chiqib turibdi. Eng zo'r yerini aytaman. Bunga xolasa 4 milliondan to'laversam bo'ladi. 3 million yo 4 million. Hozir dekabr oyida 3 million boradi. Agar shu 20 sanadan gap qilsalar menga, lekin bir xonaliga 3 milliondan variant berishimiz mumkin. 20 sanadan o'tsa, van bo'lmasligi mumkin. Tushunarli. Chunki yana aytganimdek qurilish kundan-kuna etaj ko'rsanib botir, oy ham qisqarib boradi. Agar cho'zaversalar kvartira olishni. Endi hozir kvadratdan narxi etajga qarab ham belgilanadi. Etajga qarab, tochka ham qarab bo'lsa arzonroq bo'ladi, past qimmatroq bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. Menimcha to'liq ma'lumot berildi deb o'ylayman do'stlar. Voha rezidensiyaga kelaverasizlar. Bu yerda 19 dona dom, mingga yaqin xonadon bo'ladi. O'zingizga yoqqanini tanlab san'atbek bilan yuzlashib turib xarid qilaverasizlar. Masalan, kam to'lov bilan bo'lib to'lab pullaringizni bu kompaniyasilar yenglab beradigan oxirida kvartira beradi. Ana shuning birga, to'g'rimi? Ava. Bu yoqdan 1 million, 2 million, 3 million, 4 million yo'qolib ketganda, buning uchun joyi yenglab qo'ygan yaxshi. Uydagilar aytmay, yenglab yuraversalar, eng oxirida bitgandan keyin uydagilarni astan yuzingda bilasa Padarkati. Joy oldim mayna. Tabriklayman deb barsangizlar bo'laveradi. Hozir kredit mashina olib turibdilar, oyna 5, 6, 10 million chiqib turganlar ham bor. Lekin shuni ertaga sotaman desa 2-1 arzon sotadi kredit olgan mashina. Videomizni yakunlab qo'yaveramiz. Aha. Mana shuni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma ishlarga omad, hammaga shunday toza xonadonlarni xarid qilish nasib etsin. San'atbek, ishlaromad. Sog' bo'ling, charchamayman. Shu 10 dona xonadon, 10 dona xonadon ishlarimiz bizdan aytib keladigan bo'lsa, 20-30 million bilan lindan to'lov bo'ladi. 30% emas, axir, to'g'rimi aldindan? Yana yo'q 30% emas, 30% 140 million chiqdi-ku.
20-30 million. Yana bir ma'lumot aytib o'tayım. Agar 30% dan ko'p to'laydigan bo'lsa, biz kvadratini ham yarashtirib beramiz. Kvadratini. Agar naq sanasana. Naq sanasi normalniy yarashadi. Normal ekan. Normalniy tushadi 4 bahasi. million naq bilan. Yo'q, 4 milliondan bermayman. Eng 700 ming so'm qaytiladi 100% to'lovi. Kvadratindanmi? Havo, 6 million berib turgan bo'lsangiz misol. 6 million berib turgan bo'lsak, shu 5 million 300 dollarda. 100% 5 to'lov million bo'lsa. ham 2 kvartirasida 4 million 805 million ham beraveradi. Endi kelishsa, Üstünde. nasib etsin. Savdo, bozor bo'lsa. Havo. Sog'inglar, salomat bo'linglar.